So'x tumanining Qoq markazida noqonuniy qurilish. Rovon mahalla fuqarolar yig'inida o'tkazilgan sayyor qabulimizda bir qancha fuqarolar Mehr ko'chasi hamda Amir Temur ko'chasi bilan tutash ko'chaga tadbirkor noqonuniy qurilishlarni qurganligi, natijasida farzandlari maktabga borish uchun qiynalayotganligi, favqulodda holatlarda bu ko'cha orqali aholiga kirib chiqish imkoniyati yo'qligini bildirib menga murojaatlar qilishgan. Ushbu murojaatni o'rganish maqsadida joyiga chiqib o'rgandik, tegishli tashkilotlarga xatlar chiqardik. Prezidentimizning ishongan komplans vakili So'x tumaniga tashrif buyurib, ushbu holat yuzasidan o'rganishlar olib borildi. Natijada yarim sotixga yaqin yerlarga noqonuniy qurilishlar qilganligi aniqlandi va viloyat prokuraturasidan So'x tuman prokuraturasiga ushbu holatni bartaraf etishlik uchun topshiriqlar berildi. Hurmatli vatandoshlar, O'zbekistonda qonun ustuvor, jazo muqarrar. Agarda siz shunaqa holatlarga ko'zingiz tushdimi, darhol tegishli tashkilot muassasalariga xabar bering. Zero ushbu holatlarni bartaraf etish har bir fuqarolarning burchi.